Mana 15 kilo bug'doyimizni o'sha 88 kilolik universal drabilkamizda hozir o'tkazib, sinovdan o'tkazamiz. Mana. Mana bunga solaverman. Demetni qo'yamiz. Xo'sh. So'raverman, shekilli ko'raverman. On 15 kilo donni mana solyapmiz. Necha minut o'tkazishini bir sinovdan o'tkazamiz buni. Mana tugadi, mana bug'doyimiz. 15 kilo bug'doyni hozir solib o'tkazdik. Endi hozir qaysi holatda o'tganligini ko'rasizlar mana. Endi ko'ramiz mana. Tomosha qiling buni. Mayinligini qarang buni. Qarang bir 3-4 minut ichida 15 kilo bug'doyimizni qarang, qanaqangi mayin qilib o'tkazyapti. Mana bu yerga ham hozir nimamizdan yashigimizdan to'kilibdi. Yorug'roqda ko'rishingiz mumkin. Bemalol sepib berishingiz mumkin buni. Bemalol anaqaga qaynatmasdan yem xashaklarning tepasiga sepib berishingiz mumkin.